alaykum jigarlar, sizlar bilan Ziya Games. Bugungi vlogimiz o'yinlarni o'ynab hamda chempion chiqishga harakat qilamiz. Ravna igrada chempionga chiqib olgandan keyin albatta open draft bo'ladi va har xil missiyalarni bajarib, undan ham paklar ochib ko'rishingiz mumkin. Draft atiga pul A'ga O8 ta garant qoldi. O8 tadagi garant joyimiz. Qani go bo'lmasam. Shunchali bolalar anchadan beri kirmayotgan FC'ga. Har xil o'yinlarni o'ynab, PUBG chaqadagi o'yinlarni o'ynab yurib. Shunga do'stlar, bugun FK'ga kirishga qaror qildim va Ravna igrada chempionga chiqishga qaror qildim. O'zingni kuzatib boringlar, o'yinga baho beringlar. Tarkibini ko'rib oldik. Ajoyib tarkib ekan. Biz ham qolishmaymiz, biz tarkib ham. Olise pas qani Messi ko'rgan bo'lsangiz, shortsga Messini tushirganimni qo'ydim. Uncha prosmotram yig'mabdi. Bugun video olishga qaror qildim. Kattaroq masshtabli video va open draft ham qilamiz. Ajoyib. Yaxshi o'ynab o'tdi hozircha. Messi. Keyin do'stlar, kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga ID'sini yoki nickname'ini yozib qolsin. Men o'zim turja tashlayman. Ajoyib himoyachi ekan Kohlera. Shu desangiz bizga sopnik kerak. Shuning uchun biz fragment yig'ib qo'yganmiz ozmuncha. Ajoyib. Ronaldoni mo'qchi edim, lekin fragmentimiz yetmagandan keyin Gyökers'ga olishga qaror qildim. Ko'rishingiz mumkin, mana rom shaklda o'ynayapman hozircha. Chunki bizga hozir Kundening o'rniga bitta Dumfriesmi ba'ziga o'yinchi kerak. Kommentariya yozib qo'ying, qaysi o'yinchi yaxshiligini va biz ular ash o'yinchini olamiz. Ajoyib harakat. Oy. Nega urolmadi Olise? Axir 5-5. Kommentariya yozib keting, jigarlar. 5-5 oyoq ham adashadimi hech qayda?
Albatta obuna bo'lib qolinglar Zia Games'ga. Bundan buyog'i katta masshtabli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Yaxshi. Go kirish. Ajoyib va gol. Ajoyib. Bitta draftdan 108 o'yinchi ushlab oldik. Lekin bizga Van der Sar kerak edi. Bu ham yomon emas ekan. Darajasini ko'targanim yo'q, lekin 30 ta trenirovka berib qo'ydim. Ikkita akkauntim bor, xudo xolasa. Uni ham konkurs qilmoqchiman YouTube kanalda. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta bo'lganimizdan keyin albatta o'sha 121 overlay akkauntimni sovg'a qilaman. Messiga vыносливый versiya pas ekan. Ajoyib. Zo'r. Zo'r shtanga deb oldi. Va biz yutdik 1-0 hisobida. Yaxshi o'ynar ekan, lekin biz taktika qilib yutib ketdik. Walkout. Aylanda hisob. Samo. Zo'r. Bitta bir o'yitdi. Yaxshi. Endi Ibragimovic tushsa yaxshi bo'lardi bizga. FC Ibragimovic ber bizga. Qani, go bo'lmasa. Aylanmadi. Bunisi ham aylanmadi. Afsuschilar, bugun walkout ko'rdik. Bitta walkout ko'rdik. Bizga yetmaydi bu, lekin. Bularni e'tirof berganda zo'r bo'lardi. Gruppani uchib ko'ramiz qani. Uncha aylanmadi. Jigarlar open drop qildi. Bizda draft kuponlarimiz tugab qoldi. Endi mana ularning zaxiradagi o'yinchilarni olib ko'ramiz. 125 pul olamiz. O'ta zo'r. Bu bizga as qotadi. Lekin biz overimiz kuchayib ketaversa, ko'tarilib ketaversa, sizlar bilan ajoyib masshtabli videolarni olishga harakat qilamiz va bizga motivatsiya bo'lish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, Zia Games'ga obuna bo'lib qo'ying va podpiska bosib qo'ying. Konkurs qilamiz 1000 ta bo'lgandan keyin. Hammaga